Selam dostlar, biz bugün sizin bilen tortiqlar assimilyatsiyasi turunda söylashamiz. Tortiqlar assimilyatsiyasini bilүү bik muhim, chunki yozuvda ko'pgina kishi xato jibara. Aydagiz qaysi bir misollarni sizning bilan qarab o'zik. Agarda so'z yong'irov tortiqqa bitsa, anga yong'irov tortiqdan boshlangan qo'shimchada yolg'ana. Masalan, qir degan so'z. R harfi u bizning yong'irov tortiq. Shunga ko'ra, bu so'zga yong'irov tortiqdan boshlangan qo'shimcha yolg'ana. Masalan, qirda. D harfi u bizning yong'irov. Boshqa so'z masalan, yurak. K harfi so'ng'irov tortiq. Shunga ko'ra, bu so'zga so'ng'irov tortiqdan boshlangan qo'shimcha yolg'ana. Masalan, yurakda. T harfi so'ng'irov. Tag'in bir misol, so'z degan so'z. Z harfi yong'irov tortiq. Shunga yong'irov tortiqdan boshlangan qo'shimchada yolg'ana. So'zda masalan bo'la. So'zda tugul so'zda. Tag'in shunday qoida bor. Agarda burun assimilyatsiyasi bo'lganda, burun ovozina bitgan so'zlarga burun ovozidan boshlangan qo'shimchalar yolg'ana. Burun ovozlar bo'lib en ham eng ovozlari sanala. So'z burun ovozini bitaykan, unga burun ovozidan boshlangan qo'shimcha yolg'ana. Masalan, o'rmon. En ul burun ovozi, shunga unga burun ovozidan boshlangan qo'shimchada yolg'ana. Demak, o'rmondan masalan tugul, o'rmondan bo'la. O'rmondan qaytiq. Yeysa o'rmonlar tugul, o'rmonlar bo'la. Ikkinchi misol, tun. Shulayq, en ul burun harfi, unga da burun ovozidan boshlangan qo'shimcha yolg'ana. Shunga ko'ra tunni bo'la masalan. Tunner ham boshqalar. Shulayq totar tilida ovoz shiratlashuv ko'rinishi bor. Agarda so'z oxirinda so'ng'irov p, k ham q tortiqlari kelsa, ham shusha so'zga so'ziqdan boshlangan qo'shimcha yolg'ansa, haligi tortiqlar ular yong'irov porlari bilan shiratlashadilar. Demak, P-ning yong'irov pori B bo'la, K-ning G ham Q-ning G. Ham shulayuq, agarda haligi so'zga roq-ra qo'shimchasi yolg'ansa, shulayuq yong'irov porlari bilan shiratlashadilar haligi tortiqlar. Demak, tag'in bir topqir, agarda so'z oxirinda so'ng'irov P, K, Q tortiqlari bo'lgan so'zga so'ziqdan boshlangan qo'shimchalar esa roq, ra qo'shimchasi yolg'anganda yong'irov porlari bilan shiratlashadilar. Masalan, birinchi misol, tariq. Haligi so'zga so'ziqdan boshlangan qo'shimcha istasak, u yong'irov pori bilan shiratlasha. Masalan, ovozin istasak, K harfi yong'irov pori bilan shiratlasha. Ham shunga taraq tugul, taraq bo'la. Demak, K G o'zgara. Ikkinchi misol, masalan, tup. P shulayq so'ng'irov tortiq. Agar danga so'ziqdan boshlangan qo'shimcha istaymiz ekan, u shulayq yong'irov pori bilan shiratlasha. Masalan, Y harfini istasak, tup tugul, tub bo'la. Shulayq aytganimcha, P, K, Q tortiqlari bo'lgan so'zga roq-ra qo'shimchasi yolg'anganda shulayuq yong'irov porlari bilan shiratlashadilar. Masalan, siyrak, rak degan qo'shimcha istaymiz ekan, K harfi shiratlasha yong'irov pori bilan. Siyrak, rak tugul, siyrak, rak bo'la. Ham tag'in bir qoida bor, roq-ra qo'shimchasini bayli ona aytirga kerak deb o'ylayman. Chunki yozuvda shulay ko'p xatolar jibarla. Roq ham rak qo'shimchasi bilan tomir so'z orasida Y ham I ovozlari eshitila. Ammo agarda tomirda Y, I harflari bo'lmasa, demak yozuvda ularni yozmaymiz. Masalan, biyik degan so'z. Roq-rak qo'shimchasini istaganda biyigrak deb eshitila. Ya'ni qaysi bir kishilar shulay deb yozadi, biyigrak. Y harfin, Y esa I harfin yozuvda qistirib jibaralar.
Сөйләмдә шулай ишетелсә дә, әмма язуда алай түгел. Биегрәк тамыры, биегрәк сүзнең тамыры биек. Әгәр дә тамырында е хәрефе булса, без биегрәк дип языр идек. Әмма тамыры бары тик биек дигән сүздән, димәк биекке түгел бит тамыры. Шуңа күрә е хәрефен язмыйбыз. Тагын бер мисал, мәсәлән, озынрак, озынрак, озынрак дип ишетелә. Әмма тамыры озын, монда тамырында ы хәрефе юк, ягъни озынны түгел. Шуңа күрә озынрак дип язабыз, ы хәрефен кыстырмыйбыз. Әйдә, мәсәлән, менә башка мисал, терерәк. Терерәк дигән сүздә язылышта е хәрефендә язабыз, чөнки тамырында е хәрефе бар. Бу сүзнең тамыры тере була. Әлеге кагыйдәләрне истә калдырыйк һәм язуда хаталар җибәрмик, дуслар. Инде бүгенгә шуның белән дәрес тәмам. Сау булыгыз.